Sakina Rasuljonova Qo'qon shahridagi 6-musiqa va san'at maktabida dizayn va tikuvchilik yo'nalishida tahsil oladi. Hali juda yosh bo'lishiga qaramasdan u milliy matolardan zamonaviy liboslar tikish va ularni turli taqinchoqlar bilan bezashni ancha o'rganib oldi. Sakina shu kunlarda Badiiy ijodkorlar uyushmasi Farg'ona viloyati bo'limi tomonidan o'tkazilayotgan xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivalida qatnashmoqda. Men kichkinaligimdan qo'g'irchoqlarimga milliy liboslar tikkanman. Hozirgi payt atraslarni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun atrasda tikdim. Shu kuni festivalda tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlari bo'yicha 200 nafardan ortiq o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. Havaskor ijodkorlarning badiiy salohiyatlarini oshirish, zamon talablariga mos badiiy ta'lim tizimini keng yo'lga qo'yish maqsadida o'tkazilayotgan ushbu festival ishtirokchilarining ishlarini taniqli rassomlar, dizayn va amaliy san'at ustalari kuzatib borishdi. Festivalda ishtirok etayotgan o'quvchi yoshlar ijod namunalarini kuzatar ekansiz, go'zal diyorimizning betakror tabiati, osmono'par tog'lari, ko'z ilg'amas tasvirlari mahorat bilan tasvirlanganining guvohi bo'lasiz. Milliy narsalardan mana masalan jiyak qo'yganmiz bu yerga, orqasiga atlas tortganmiz. Bu milliyligimizni bildirish uchun shulardan foydalanganman. Bugungi musobaqada pistan po'choqlardan tikyapman. Olib kelganlarimda esa po'choqlardan foydalanganman. San'atning o'zi bir mo'jiza, chunki mo'y qalamning har bir harakatida sehr bor. Ushbu asarlarda yosh rassomlarning ko'ngil kechirmalari aks etadi. Bugun o'z orzu-istaklarini, yoshlik tuyg'ularini san'atga aylantirishga urinayotgan bu yoshlar albatta o'zlarining sehrli olamlarini yaratadilar.